alaykum. Sizlar bilan yana Kabexuz. Bugun sizlar bilan Buxoroning eng noodatiy va qiziqarli inshootlaridan biri Ark yaqinidagi temir minora, ya'ni Shukovsuv bashniyasi haqida suhbatlashamiz. Qani unda ketdik. Minoraning rasmiy nomi Shukov minorasi, ingliz tilida Bukhara Tower. Ushbu minora 1927-1929 yillar orasida Vladimir Grigoryevich Shukov loyihasi bo'yicha barpo etilgan. Shukov o'z zamonasining eng yetuk muhandislaridan biri bo'lib, u butun dunyoga giperboloid metal tuzilmalar bilan mashhur bo'lgan. Uning dizaynlari yengil, mustahkam, samarali bo'lib, suv bosimi va shamolga qarshi tura olgan. Ushbu minoraning asosiy vazifasi shaharni ichimlik suvi bilan ta'minlash bo'lgan. Buxoroda modern suv ta'minoti tizimi ishga tushirilgach, ushbu suv bashniyasi Buxoro aholisi uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan. O'tmishda faol ishlagan bu inshoot keyinchalik jiddiy sinovlardan o'tgan. 1968-yilda minoraning yuqori qismidagi yog'och elementlar yonib ketib, suv tanki zarar ko'rgan va u shundan so'ng asosan suv ta'minoti funksiyasini yo'qotgan. 1970-1980-yillar mobaynida ushbu minora deyarli ishlatilmagan, ammo buni buzib tashlamaslikka ham qaror qilishgan. Bu esa uni tarixiy va me'moriy ekanligini ahamiyatini anglatadi. Bir 1990-yillarda mahalliy tadbirkorlar minorani qayta hayotga qaytarishga harakat qilganlar. Lift o'rnatilib, yuqori qismida kafe ochishga urinish bo'lgan. Lekin texnik nosozliklar tufayli bu loyiha uzoqqa bormagan. 2019-yilda mazkur minoraga yangi hayot bag'ishlandi. Uni yana bir bor rekonstruksiya qilib, turistik maskanga aylantirish bo'yicha ishlarga kirishildi. Bugungi kunda minoradan Ark qal'asi, Registon maydoni va qadimiy Buxoro eski shahri panoramalarini tomosha qilish mumkin. Shukov minorasi bu shunchaki suv bashniyasi emas. Bu giperboloid strukturaning dunyodagi eng mashhur misollaridan biri hisoblanadi. Bu shakl kuchli tuzilish barqarorligini ta'minlab, og'ir yuklarni ham yengil qiladi. Shukovning giperboloid minoralari butun dunyo bo'ylab mashhur bo'lgan. Hatto Moskva, London kabi yirik shaharlarda ham qo'llangan. Shukov minorasi joylashuvi ham alohida. U Buxoro tarixiy markazida, Registon maydoni va Ark qal'asi orasida joylashgan. Ark miloddan avvalgi 5-asrda asos solingan. U qadimiy markaz bo'lgan. Shukov minorasi Buxoro tarixidagi noyob san'at va muhandislik timsoli. U qadimiy meros bilan Sovet davri innovatsiyasini uyg'unlashtirilgan noyob durdona. Bu minora bugungi kunda sayyohlar uchun qiziqarli manzilga aylangan. Arxitektura va tarix ixlosmandlariga esa alohida ilhom manbai bo'lib xizmat qilmoqda. Agarda video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimga obuna bo'ling. Meni kuzatishni davom eting. Xayr!